qorong'i tushgan bo'lsa ham sizlar uchun Toshkentdan 80 km uzoqlikda bo'lganda O'zbekistonning eng katta, eng yirik baliq bozorlaridan bittasi Chinoz baliq bozoriga keldik. Bu yerda kuniga tonnalab baliqlar keladi. Odamlar oqimi ham juda ko'p. Mana atrofdagilarni ko'rsatib olsangiz ham bo'ladi. Hamma qochadi bu bolalar. Syomkaga tushaman dedi, lekin qochib ketadi. Akalar, Chinoz baliq bozorida bizga Nortoy, ya'ni Norvey degan ukamiz yordam beradi. Baliqlarni bizga har xil turlarini ko'rsatib, polniy obzorini qilib beradi. Menga qarashaveradi. Akalar, ketdik ko'ramiz. Qarang, baliqlarning har xil turlari bo'ladi. Sazan, men cho'tki tushuna olmayman-ku. Bularga ilon baliqmi? Kilosi nechi pul bo'ladi? 50 ming. 50 ming? Bitta ko'tarib ko'rsa bo'ladimi? Yoki men buni ushab turgan? Ho, mana. Xidi bormi? Ha, kattasi bo'lmaydi. Kilosi 50 ming so'mdan ekan. Mana nima baliq? Bu sazanmi? Bu nima? Anaqanikimi? Daryomi? Nimaniki? Shunaqa. Voy, bilar. Mesni. Buni ikki xil varianti bo'ladi deydi. Daryoniki, keyin nimadiriki deydi-ku. Buni qatdan farqlasa bo'ladi? Daryoniki yog'siz bo'ladi. Yog'siz harakatda bo'ladi, to'g'ri? Yog'siz baliq ana uzun bo'ladi-da. Uzun baliq. Baliq kalta qorinli bo'ladi. Ha, shundan ajratar ekan. Biz balig'i faqat baliq ekanini deb yeb tashlayveramiz. Bu sazan, yog'siz. Ha, sazan. Ko'rdinglar, keling, nechi pul buni kilosi? 50 ming. Buni ham kilosi 50 ming. Nechi pul qilib berasiz namoda? 2 dan tepa. 2 kilodan tepa keladi. 2 kilo 700. 2 kilodan tepa kelar ekan, okalar, kilosi 50 ming so'm ekan. Chinoz baliq bozorida. Narxlarni ko'rishni bir chekkadan bozorga kiraverishidan boshladi. Kiraverishingiz o'zida mana shunaqa tovarlarda baliqlarni qo'yib qo'yishdi. Ilon baliq, sazan baliq, buni har xil variantlari bor ekan. Endi biz jarni qatlichatsa farq qila olmaymiz. Va mana hafta ham polni yoyma bozor bo'lib ketdi, okalar. Men baliqlarni qarang, okey. Mana shunaqa ko'tarardi menimcha ribalkada. Avstralop ekan. Avstralop. 1,5 kilolar kelar ekanda. Nechi pul bu? Aka, nechi pul kilosi? 32 ming so'mdan ekan, okalar, kilosi mana. Bemalol mashinadan olib ketib Toshkentni tirikchilik qilib olsa ham bo'ladigan joy. Narxi juda arzonli. Akvariumni qarang. Akvariumni qarang, okalar. Qilib qo'yishganini qarang, voy. Buni uyga qilib qo'ysangiz ham do'da-yu, ketadi-yu deydi-yu. Men bilaman, bu nima baliq bu boshqacha ekan? Sazan. Tanga skotling. Nima kar? Kar. Sizlarda dastavka bormi, Novodo? Dastavka bor aka. Nomer nechi nomer? 87lik. Xo'p. 020 020 2126. Novodo любой joy chiqazaverasiz. Xo'p. Qancha yildan beri shotdasiz? 4-5 yildan beri shotdaman. 4-5 yildan beri. Bu yerda baliq sotib, tozalab, nima tirikchilik bo'lsa ko'rasiz, to'g'rimi? Qo'l okalar, Novodo baliq bozori yo'lingizda tushsa, Nortoy, ya'ni Norveyni qidirib topinglarni sizga aniq yordam berishib oladi. Hozir obzor o'zida siz bir chekkadan ko'rib chiqasiz. Men baliq nima baliq bu? Karas bu, kichkinasi. Bu qiltanoq ko'proq menimcha. Ko'proq. Buni ko'proq kilga qilishadi, aka. Ha, bundan kilga qilishadi. Ma'mulachi. Bu aka. Bu nechi pul ma'mini kilosi? Kilosi narxini aytinglar. Kilosi 10 ming, 8 ming 10 ming atrofida bo'ladi. 8 ming 10 ming so'm atrofida. Bularchi? Bular usach. Usach? Usach. Ha, daryoniki yo'q bu, aka. Usach. Bular nechi puldan bular? Bular 30-40 atrofida yuradi. 30-40 ming atrofida. Xo'p, bu yoqda Tavsalop. Tavsalop nechi pul bu kilosi? 30 ming, 32 ming ikki tepasi, aka. Bular har bittasi necha kilodan keladi? 2 tepa 2 kilo 300, 2 kilo 400. 2 kilodan balandroq keladi. Okalar 2 kilodan balandroq kelar ekan, Tavsalop baliq. 30 ming, 32 ming atrofida deyshot. Men bitta ham yoymaygan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu nima baliqlar bu? Nortoy nima baliqlar bu? 1 kilolik, 1 tepa, aka bu. Bu 20 ming, 18 ming atrofida bo'ladi. 20 ming, 18. Bu nima oti shuni? Tarsalib 1 tepa. Piyostringlar, aka. Piyostring? Bular 3 tepa, aka mana. 3 kilodan tepa keladi, bular. Bular nechi pul kilosi? Bular 30 ming, 35 ming, 40 ming atrofida yuradi. 30 ming, 35 ming, 40 ming atrofida. O, mana aka bu yerda murushda ham baliqlar. Daryoni baliq. Akalar, mana bular daryoni baliqlari ekan hammasi. Garantiya nimasiga? Qaysi bir nimasiga garantiya? Nimasiga garantiya beryapsiz buni? Daryonikiga. Ha, daryonikiga garantiya. Ezi baliqligiga. Bu qatdan ushlangan bu? Yallama karyerdan ushlangan. Yallama karyerdan ushlangan. Nechi pul kilosi? 35 sotaman sizni. 30 ming. 30 ming qo'yaman. Ne jahl qilmadim sizga hali. Endi olga qaytdan qilmadi. Qanday javob beradi? Nima garantiya nimadan so'radim-da aka?
35 ming deyapsizmi? Nobod 30 ming qilib beraman. Ha, Nobodda 30 ming qilib berasiz. Akalar 30 ming so'm qilib berar akalar. Dastlabkilar yo'q ekan, aka. Yalim, Chinoz baliq bozoriga kirganingizda shuna chap qo'lingizda turibdilar. Ismingiz? Murodullo. Murodullo degan akam, aka, mana buni 30 ming so'mdan qilib beryaptilar. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Rahmat aka. Kelib qoladi yaqinda. Xudo xolasa. Mashinga chaqiryapmiz, aka. Bizga bo'ladi, rahmatda vaqtda. Ha. Bular nima baliqlar? Notoy. 800-900 gramm deydi. Maydalar ekanda bular. Bular 10-15 ming atrofida yuradi. Nimaga bular kilosiga qarab arzonlashib ketadi? Bular kilosiga qarab shunaqada aka, kilosi kattalari qimmatroq, kilosi kichkinalari. Bular kilosi kichkinalarni Yo, nimani hisobiga bir xil baliq u babi, vesigami? besiga, aka. Ya babi Torozda bilinmaydi-ku. O'zida bilinadi Yo, aka buni. qiltonoq Ta'miga ham bilinadi, qiltonoq. ta'miga ham bilinar ekan. Kilosi oshgan sari ta'mi zo'r bo'lib boraveradi. Ha, katta bo'lgani yaxshi. Katta bo'lgani. Qancha Demak, kattarog'ini olganinglar ma'qul ekan. Mana buni endi milga qilib olsanglar bo'lar ekan, Nobodda. Baliqlar yo'qmi? Eng zo'r baliqlar bo'ladi-yu. Eng zo'r baliqlar bugun kelmagan. Yani chiroyli boshqacha baliqlar bo'ladi. Katta nimadir baliqlar. Bugun chiqmaganmi? Bular tayyor sotilib bo'ldimi, aka? Klinika chiqardi. Bular hammasi qayerga chiqib ketyapti bular? Buxoro. Buxoroga ham dastak qilib berasiz. Buni ustiga muzli solib nimadir qilib jo'natasizlar-da. Nechi pullar bilan kilos? Farqi 35 ming. 30 ming, 35 ming atrofida eganda. Zo'r, mana qarang, Buxoroga nechidir yashik ketyapti. Gideda 60 ta yashik baliq ketyapti. Har bittasida 10 kilodan bo'lganda ham 60 kilo baliq. Ambur? Amburlar ham bor ekan. Mana baliqlarni qarang. Darmiyo, yoymani qara, qanisan? Ya, shu baliqlarga klient chaqiryapmiz-da. Yo'q. Bu daryoda-ya bular. Daryo. Yog'siz. Yog'i yo'q. Voy, malades. Yog'i yo'q. Balig'i qani? Ilon baliq? Mana ilon baliq. Ye, ilon baliq, ja qo'rqimchilik baliq ekanda, xo'la. Nima bo'ldi? Qo'rqinchi chiroyli. Chip-chiroyli baliq. Nechi pul kilosi, xo'la? Buni kilosi 40 ming. 40 ming so'm, kilosi 40 ming so'm ekan. Akalar, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Chinoz baliq bozori bu O'zbekistondagi eng katta, eng yirik bozorlardan bittasi. Baliq, faqat baliq. Jahon bozori. Jahon, не только O'zbekiston. O'rta Osiyo, jahon bozori, butun baliqlar shu yerda kelib yig'iladi. Bu Sovet davrida bu. O, Amerika. Malika Amerika. Chunki Amerikada rasm odamlar kelmoqda. Bizlarda kelib, mana shu paxta terib bizlar bilan birga. Shu yerda rasmlarga tushib, payt kichkina qiziydi. 40 tingdan sotardim sazani kilosini. Hozir ikkita birlab kichkina bozorcha edi. kattalashib ketdi. Hozir kattalashib. Shuni Malika Amerika der, Sovet davrida. Malika Amerika. Eshitilar, Malika Amerika bo'lgan ekan. Sovet davrida butun Amerika kelib olgan. Har bir jahonni bir chekkasidan baliq kelgan, Sovetga kelgan. Ya shu yerdan sotilgan hammasi. Shu yerda sotilgan. Qanchadan beri savdo qilasiz bu, xola? Qarang, 500 yilda shunda 10 yoshlar bo'lganman. 10 yoshdan beri shu. Hozir nechasiz? Shu deyman o'zim. Ha, mesiysiz. 10 yoshdan beri shu bozor chiqqanman adam bilan. 40 tiyindan baliq sotardim, birlab kasbga chiqqan. Mana tarazlar. 40 yil bo'lib qoldi-da, xola bu yerdaligizga. Qanchadan beri bu yerda shunda? Shu yerdami? Voy, mana 60 ga kirdimmi? 60 yoshmisiz? Ko'rishingiz a'lo. Ko'z tegmasin, qo'lingiz a'lo darajada. 60 ga kirgan bo'lsa 50 yildan beri savdo qilar ekansiz. 50 yildan beri savdo qilar ekan bu bozorda. Biz uyda o'tirib baliq kesardik, kichkina qizligimizda. Kapchonga qilardik. Baliqni. Shu paytda hech kim kapchonga qilmasdi bu. Ha, sizlar qilardinglar. Zo'r xola. Zapret payti, zapret bo'lgan-da. Malika Amerika. Shu yerdan boshlangan. Kichkina prilavkada mana shunaqa bozor bo'lib ketdi. Gap yo'q, xola, savdingizga baraka. Ilohim, aytgan. Sog' bo'ling, sotilib ketsa hamma baliqlar. Eshitdingizmi? 50 yildan beri savdo qilar ekanlar, xolam. Bular nima bu o'zi? Daryo sazan ekan bu. Yog'siz. Nech bilan kilosi? 45 dan beri. 45 ming so'mdan, yog'i yo'q. Bamlar ham bir xilmi, kichkinaroq ekan bular? Ko'pda bu. Ko'p qo'yganmiz-da. Buni yana yotqizib qo'yamiz. Ha, vitrina. Qo'yilmi? Voy, gap yo'q. Vitrinasini yo sizda ko'rdik, realni. Balig'i vitrina qilgansizda ko'rdik. Gap yo'q. 45 ming so'mdan ekan, yog'siz doda baliq dotili Daryonikiga. Aka, bu Daryonikini men hammaga savol berdim. Qanaqa ajratadi buni? Biz ajrata olamizmi? Bitta ko'rgan, ajratib olmaymiz. Professionallar. Biz oddiy bilmaymiz. Oddiy sazan. Rahmat. Ko'tarib keladi sumkada, shundan bilib olamiz. Ya nimaligini? Buni o'zingiz tutasizmi?
Baliqchilar olib keladi. Ha, buni baliqchilardan olasiz. Mana shu tutilganda-ya bular. Mana shu Chinozda tutilgan baliqlar. Gap yo'q, 45 ming so'mdan deyaptilar, bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Chinoz bozoriga bir marta bo'lsa ham hayotingiz davomida keling. Bu atmosfera bilan bu baliqlarni hech qachon hayotingiz davomida hech qachon unutmaysiz. Men sizga javob beraman. Ketib davom etamiz. Aka, rahmat. Savdingizga baraka. Ey bolalar, men kamera orqasida yuringlar, kamerani. Shuncha bolalar orqada yuribdi, ko'ribsizlar. Bolalarni. Shuncha odam. Xo'p, Nortoy endi nima? Obedda kelmaysizlar-da. Va bizda nechida kelganimizni bilasan? Bizda soat 10 da shot deydi, yopiq edi. 3 dan keyin bo'ladi ishda. 3larda kelsanglar qizigan payt. Shu 3 da mana reshotkalar yopiq edi. 3 da kelinglar ishda. Keyin 3 da kelamiz, ketdi biz. Shu 3da masalan shu klientlarga 3da kelishni maslahat beraman. 3-4 atrofida. Nimaga? Shu 3-4-5 atrofida qiziydi. Undan keyin bo'ldi bozor to'xtaydi. Sekin Akalar, bizda soat 10:00 shu bozor kelganimizda reshotkalar yopib 3-4 ta sotuvchilar o'tiruvdi. Nimaga deb so'raganimizda soat 3 dan keyin bo'ladi. Bizda sal kech qolib, 5-6 lar atrofiga kelib qoldik, sal qorong'i tushib qoldi. Shunga sal baliqlar ham, odamlar ham kamroq. Lekin boygidan juda do'da. Ketdi. Endi nima bor qizuv? Faqat hozir biza akalar ko'rayotgan bo'lsanglar, faqat talstalop bilan sazanni ko'ryapmiz. Boshqacha variantlarni umuman ko'rmadik hali. Shu baliq tugatdi, aytdim-ku. Kapchoni baliqlarni ko'ramizmi? Vaqtda nima qo'yibdilar? Hey aka, Bular nimalar xola? Tasaloqqa. Tasaloqqa ya bular. Hammasi bir xilmi? Mana koreyskiy. Mana o'zbekcha. Instagramda nima edi? Hammasi nech puldan bular? Mana ikkalasi 60 ming tasaloq. Bunisi 70 ming. 60 ming so'm. Ma'mila mana bonkalangan ekan, tayyor. Voy, issiqqina ekan-a? Hozir soldingizmi? Bugun pishdi-da. Ha, bugun pishgan. Ma'milisichi? Voy mana zo'r. Nech puldan bu? 15 mingdan. 15 ming so'm. Xo'p, bizagachi qarang bitta anaqa yeb ko'rishimizga bering. Xo'p. Ikkita kusok nechta bo'ladi? Madis? Ikkita kusok olamiz, xola. 10 ming hisob beraymi? Ha, shunaqa bering. Bemalol bo'lamiz-da. Hozir bitta buni yeb ta'mini ko'ramiz. Mana pullar, mana boyligim. Beringlar. Qanundami? Xullas, dollarlarni cho'ntagiga solish kerak. Bunga hali kayf ko'ramiz. Yetadi 6 ming. Qanchalik? 10 ming. Yopmang, o'zimiz yeb olamiz. Hozir yeb olamiz. Anaqa yo'qmi? Adnarazi vilka. Yo'q, bo'ldi. Mana cho'ta qizil yonib qoldi-da. Ha, shu zaryadkasi kam qolibdi. Xo'p, akalar. Xullas, YouTube ahli biz mana xeyni tatib ko'ramiz. Kilosini nech bildingiz, xola? 60 ming so'm ekan. Ha, yeb ko'r. Buni yeb aylanamiz, ketdi. Bu nima bu? Nortoy? kapchonni aka bu. Kapchonni. Mana bu ilon baliq kapchonni. Ha, boy ko'rganmiz. Ilon baliqni kapchonni. Boy ko'rgan. Bu kapchonnini qanaqa pishiradi endi, uka? Endi dudlaydi-da, olovda. Ha. Kapchonnilar nech puldan boshlanadi? Assalomu alaykum. Kapchonnilar nech puldan boshlanadi? Mana bu qanaqa baliq? Sudak. Sudak eng yaxshisi deb eshitganman. Nech million kilosi? Qimmat beradi. 70 ming so'm? 75 ming so'mdan. Ma'malachi? Xo'la? Sazan. Sazan 120, ham sudak bo'lsa kerak. Kattasi nech pul? 150 ming so'm. Ma'malachi palichkalar? 1000 so'm. Xo'p, mana shunga ham bering. 6 ta bering. 6 ta mana shu palichkadan olib ko'ramiz. Og'alar, sali ham videoni like bosmay ko'ryapsizmi? Uyat sizga, sharmanda qildingiz. Yeysin bo'lsa qurt bilan bir qilagan. Bitta like bosish nima degan gap? Eng qizig'ini ayting, bu videoni siz tekinga ko'rmaysiz. Eng zo'r kommentariy yozgan odamga 50 ming so'm kartasiga shunday tashlab beraman, bosamiz. Xola mana 6 ming so'm. Rahmat. Ketdi akalar, endi bizda palichka bor. Ma. Olib kel. Ol. Yeb to'yganmiz. Ha, to'ygansizlar. Ma. Ha, yedinglar, yeb. Chaynab ketur. Ma. Ma. Yur. Akalar, palichka, doda. Xo'p, bular hammasi bir xil, men boshqacha ekan, faqat bu nima? Lasosmi? Nech pul kilosi?
Ha, turishi 25 ming so'm. Okalar, bular 25 ming so'm. Sudak bor, talsarop bor. Keyin sasan baliqlar hammasi dudlangan deydi, to'g'rimi buni O'zbekiston? Necha puldan xola keling, mana buni anaqasi 50 ming so'mdan ekan. Nechta aka? 50 ming so'mdan Nobodga kelaveraylik, Chinoz baliq bozorida. Kontaktli kerak bo'lsa, men o'zim hammasini opislarni yozib qoldiraman, bemalol aloqa qilishlar bo'ladi. Mana boshqacha ekan. Usatchilar. Nima o'ta? Usatchilar. Usach? Kichkinamas. Usach. Shirin bo'ladi. Yaxshi, men bitta shu sudak deganiga qiziqaman. Chinoz baliq bozorining atmosferasi hech qachon esingizdan chiqmaydi. hid bilan atmosferasi bir umr esingizda qoladi. Bu videoni ko'rib, like bosayotgan bo'lsangiz uyaling. Men siz uchun 80 kilometr uzoqlikda mana shu Chinoz baliq bozorini ko'rsataman deb kelsam, siz obuna ham bo'lmagansiz даже. Voy, mana bunisini qarang, kattaligini okalar. Kilo ma'lum to'xtas. 4 kilo 5 kilo. Nechi pul buni kilosi? Kilo emasa, bular turishi. Turishimi? Turishi 100 ming so'm, yo kiloga hisoblanadimi? Okalar, ko'ryapsizlar, ilon balig'iga turishi 100 ming so'm. Bor yo'g'i 100 ming so'm. Lekin kattaligini qaranglar. Bu ham o'zi emas buni pishirish. Gap yo'q. Ketdik, davom etamiz. Chinoz baliq bozoriga sayohatimiz davom etadi. Bu yerda mana suvlar. Ha? Afrikanskiy laqqa bu. Afrikanskiy laqqa? Ha. Sashashon. Turing. Bundan ko'proq shashlik qilishadi. Buni suvi ham yo'q ekan-ku. 15 dan boshlab. Yashayveradi. Boqadi. Kilosi nechi puldan bularni? 18. Kilosi 18 mingdan afrikanskiy laqqa. Laqqa. So'mda, to'g'rimi? Bu Bu afrikanskiy so'm bu. Bu suvsiz ham yashayveradi, aytgancha. Yo'q. Yashamaydi-mi? Bu loylan orasiga kirib ketadigan emas. Unaqa emas. sabr bor-da, 1-2. Lekin kattaligi gapi yo'q. Bittasini ko'tarib ko'rsam bo'ladimi? Men sizga hozir yo'q, Sirpan ketadi. Qo'lda turmang. Qatdan shu. Mayli ushamay qo'yamiz. Hamma joyimizga sachrab qanaqa tashay. Bozor uje okalar tugashiga kelamiz, afsuski. Biz voqli kelganmiz o'zi. Bu muzni qarang, muz. Bilenga chiqarish. Bu ham zakaz, Lekin muz ko'p qilishadi. Yo'qda muz tayyorlashadimi? Sotib oldim. Amur, Beliya. mamnunmi? Ha. Oh. Bo'lgan buni. 3 kilo. Ha, tirik o'yga qol. Amur balig'i ekan, 3 kilo atrofi. Mana. Bular qatdan tutib berishgan? Ko'lga ega endi daromadni Ko'la hammasi ko'la ekan. Amur degan baliq. O'zi 5-6 turi qopdi bizga kelgunimizcha. Talsalop, amur, keyin ilon baliq. 75 mingdan sotilgan. sotib olib, klientga chiqarishadi. Ha, 75 ming so'mdan ekan kilosi. Buni sizlar sotib olgansizlar-da, sotasizlar, to'g'rimi? Sotib olib, klientga chiqarishadi. Ha, buni o'zi dehqonlar tutib keladi, to'g'rimi? Bu yerda aslida olib sotarlar. Yili hamma tutadimi? Yo'q. Dehqon yo'q, faqat olib sotish. Ha. Tushunarli. Mana hafta ham to'ldirib qo'yishibdi anaqani, prilavkani. Bu yerda qanaqa baliqlar bilmadik. Bu boyiga so'mdan ekanda. Bu nima edi? Chordaradan ham tutib keladiganlari bo'lardi-yu. Naryoq. Qayoqda? Naryoq. Bu yerda hozir faqat shu bozormi yo yana bormi? Boshqa yo'q. Bo'ldi, baliq bir xil, ana yerdagini ko'rsak bo'ldi. Aslida baliq bir xil. hammasi misol uchun kelib bir xil narsalar ekan, nima desangiz bizni ulgurmadik. Kech qoldik. Voqli kelgan edik, yopiq edi afsuski. Hozir mana kelganmiz, uje hamma tarqalib ketib bo'libdi. Uje hamma. Asnoviy yongan payti soat 3 ekan. Eslab qolinglar, agarda olib sotar nimadir olib sotish nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol voqli kelib botdan olib Toshkentga olib borib sotsangiz ham bo'lar ekan. Mana bu yerda ham yoyma baliqlar, hammasi mana shu 1 kilolik baliqlar, hammasi. Bu yerda mana baliq, mana mamyodagi boyigi balig'idan menimcha.
3 dan tepa chiqadi. Nechi pul kilosi endi buni? Aka, nechi pul ham kilosi? Hech kim eshitmadi. 40 ming? 35 ming, 40 ming atrofida ekan. Nu baribir siz bu kanaldan uzoqlashmay obuna bo'lib qo'yishni unutmang, like bosing. Bu videoni tekinga ko'rmayapsiz aniq. Qochinglar mana ari. Bu videoni aniq tekinga ko'rmaysiz. Nimaga siz eng zo'r komment yozgan odamga yartasiga 50 ming so'm shunday tashlab beraman. Davay bosamiz, okalar. Endi balkim oramizda misol uchun ayollar ham bor, faqat meni miyamga okalar o'tirib qolgan, afsuski. Shuni hisobiga. Men har xil boyga mana boygani nima edi? Dudlangani. Ilon baliq. Akalar, shu mana bozorni ham aylanib chiqib bo'ldik. Afsuski, katta kolичествoli joylardan quruq qolib ketdimiz. Nimaga desangiz, biza kech qoldik. Вот поэтому. Nu, balkim bir kun katta proyekt qilib, komandniy bo'lib kelib, bu yerda anaqani boso, ha bo'pti. Bu yerda komandniy kelib, полностью video syomkasini qilib beramiz. Aniq soat 3 da kelamiz. Nimaga desangiz, avjiga chiqqan, yongan paytda kelishimiz kerak ekan. Bu yerda hozir kech bo'lib qo'ygan hisobiga odam kam, baliqchilar ham ketib bo'lgan o'sha. Mana ko'cha tomon, ko'chaga chiqdik-ku baribir. Shularni ham ko'rsatib ketaylik. Mana baliqlar har xil turlar, sariq baliq. Tilla baliqlar. Bular tilla baliqmi? Tilla baliqlar. Tiragini topsangiz tilagingiz yetaverasiz. Mana bitta ham mayda baliqlar ham bor ekan. Bular shu hozir yetilgandek kilka qilinar ekan, menimcha. Har xil variantlar bor ekan. Bular qanaqa baliqlar? Bular sazallar. Nechi puldan bular kilosi? 35 ming so'm. Narxlar baribir hammasi bir xilga aylanib chiqqanmiz. 30 ming, 35 ming atrofi. 1 kilo, 1,5 kilo, уже 1 kilodan tepalari ketdi ekanda, уже 1 kilodan tepalar sal arzonroq, уже 3 kilolik variantlar sal qimmatroq chiqar ekan. Bo'ldi, unda voy mana ham yoqqa olib, mana ol. Baliq tushiryapti. Mana muzda baliqlar tushyapti, полностью mana tepalarni qarang. Baliqlarni qarang, полностью tushyapti. Okalar, bemalol Chinoz baliq bozoriga kelsanglar bo'ladi. Mana baliq tushirish jarayoni. Qancha baliq kerak sizga mana? Bu ham menimcha 1 kilodan tepa baliqlar. Adashmasam. Qiraymikin, ha? Yo'q, o'likin. Mana. Okay. Baliq qarang. Hammasi mana shu 1 kilo atrofi. Ko'ryapsizmi, qancha baliq kerak mana sizga? Tepalarni ham ko'rsatgan. Qancha ayting menga, sizga shuncha baliq qilib beramiz. Bemalol baliq bozoriga kelsangiz bo'ladi. Shuni qarang, okay. Mashina baliq sizga. Bemalol mashina olib ketib, Toshkentda ham oldi sotib qilib ham bo'ladi, targavatsiya qilib. Bu yerda nima deysiz, arzon, narxi juda arzon. Realli, men nima deysiz, men qiziqib, qidirib keldim-da. Toshkentda baliqlar narxi baland. Bu yerda arzon. Undan ko'ra siz banddan olib 100 ga olib yeganingiz yaxshi, qatgadir kirib yegandan ko'ra. Nima deysiz, baribir kilosini 100 ming, 130 ming atrofida hisoblashadi. Bugun agar mana Nortoydan aytamiz. Yetkazib berish xizmatlari ham bor. Yetkazib berish xizmatlari ham bor. Mana Nortoy ekan polniy mana shu bozorni aylanib baliqlar bilan tanishtirib chiqdi. Nomerini aytor. 94lik. 94lik 142 2261. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib chiqazib yuboradi. Aloqaga chiqinglar, okalar. Chinoz baliq bozoriga kelganlar bitta like, kelmaganlar komment yozib keting. Bu videoni aniq aytaman, tekin ko'rmadingiz. Eng zo'r komment yozgan odamga 50 ming so'm kartasiga shunday tashab beraman. Gazini bosamiz. Okalar, endi biz baliq sotib olamiz. O'zimizga uyga baliq kattaroq gidida 2-3 kilolik baliqlarni olib borib, qo'rib tashlaymiz. Bitta baliq olaylik, sasan olamiz, ha? Bo'ldi, sasan olamiz. Kimdan olamiz? Boyga xoladan olamizmi? 50 yildan beri savdo qilayotgan xoladan. Sasan bor dotuvdilar. Ketdi, o'sha xoladan olamiz. Baliq mana oltin yo'q. Baliq olib turib, o'zi misol uchun baliq go'shtini odamlaydi. Jabrasi misol uchun 2 beradi. Ichidagi musullar bo'ladi-ku, ularning misol uchun laqqa bor-da, shu laqqa yeydi. Misol uchun
Baliqdan hech narsa qolmaydi. Hamma narsasi yeyiladi. Ha, hamma Mana narsasi hozir ketadi. balig'i go'shtini odamlar yeydi, jabrasini kuchugiga beradi, ichilarini Baliqqa o'sha baliq o'ziga laqqa tutishga beradi. Ha, shuni- Baliq ko'ryapsizmi? Baliqdan hech narsa musor chiqmaydi. Faqat tangasini aytmasangiz albatta. Ha. Ketdik. Mana tirik baliqlar tushdi. Hozir tushdi. Bular mana tirik hammasi hozir tushdi. Nechi bilan kilosi? Kimniki? Mana sakrashini qarang, mana sakrashini. Gedi 2 kilo, 3 kilo atrofi bo'lsa kerak bu baliqlar. Bu sazan a? Belamur ekan. Mana buni qarang, mana buni qarang. Yo'q bu. Qo'llar sazan qarang. Qochyapti, ko'ryapsizmi? Ko'tarib ko'rishga harakat qilaman. Nobodor ribaklar qo'llamamdan qushamaysizlar, bu qochib ketadi. Men ko'rsatim, no. Mana aka, hozir tushdi baliq, svejinki. Hali tirik, siz yeyman deyapti. Rahmat. Qo'llar lekin to'g'ri yuvorish kerak hozir bitta. Hamma narsani ushlab tashadi o'zi ham. Yana mashina Kichkinada xola bu. 1 kilo 3 ga 4 deydi. Buncha yog'siz sazan menga to'g'ri tushuning, baraka topsin. Nesh bilan? 45 dan 43 dan mashinaga berdim mana. O'zi chilon narxidan. Sal kichkinada xola bizga sal hamroq keldi. Bu yirigicha moyli bilan bu normal. Ha, yog'siz do'st, yog'siz bo'lar ekan, kichkinagina o'g'ramizmi? Tosh bo'lsin bola mana biladigan odam postenlik bo'ladi. Bu yog'siz baliq shirin. Shundan olamizmi? Oqar suvniki. Necha kilo xola? Bittasini qo'yib ko'ring. 4 ta olmaymiz, o'zi bitta. Xola sal kelishtirib bering, 40 mingdan qilib bering. Yo'q, 40 mingdan ham o'zi qirib kelishga mana bolaga ham tushuntirdim. Hozir mana kimni o'tmagan bozor turibdi. Baraka topib hech kim aldanmayman. Bo'l. Necha pul bo'ldi? Ha? Hozir necha pul bo'ldi bu? 55 bo'ldi bu. 55 ming bo'ldi, bering. Voy nega endi men tirikchiligimga aytmayman. Bo'ldi, bering. Ha, bering, nomani xola. Tozalash kerak. Bratishga mana 45 ming so'mdan qilib berdilar. Dilor opamga rahmat. 50 yildan beri savdo qilaman deganlar uchun bosib qol. Dilor opa, savdingizga baraka. Necha bilan tozalab berasan? 10 ming so'mda. Xo'p, necha pul qilib berasan? Obunachilarga necha pul qilib berasan? Sizlar nominglardan kelsa 5 ming so'mdan. Bo'ldi, bizning nomimizdan kelsa 5 ming so'mdan qilib berar ekan. Bemalol kelaveradi. Bozorda nomeradin tozalovchi. O, nomeradin. Chista nomeradini ko'rdinglarmi? Tozalash chista nomerad. Quruq paket bilan ketyapman men. Endi baliq tozalash jarayonini ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Mana akalar, baliq tozalaydigan territoriya. Mana mana shu yerda tonnalab har kuni baliqlar 2 tonna, 1 tonna deyapti. Tozalash o'ylayapsizmi? Kuniga 1 tonna, 2 tonna baliq tozalash shu joyi o'zida. Hozir qanani bilasiz? Qani olib qo'ydi? Siz mana okamni olib qo'ying. Siz ham bosasizmi shu yerda? Tozalaysizmi faqat? Yo baliq sodasizmi? Ha, shu territoriyaga qaraysiz. Azizbek. Azizbek, Stenga qaraydimi? Yo, mana shu territoriyaga. Vaqtga Stengaga. Bo'tgan Stenga. Stenga nech pul? 5 ming. 5 Katta ming mashina 10 ming. Nechta mashina kirib chiqadi kuniga? 2 ta kerak. Stengani o'zidan nech pul topasiz? 500 600. 500-600 ming Stengani o'zidan. Bu territoriyadanchi? 400. 400 ming. Okalar o'ylayapsizmi? Kuniga 900 ming so'm degani. 500 ming Stengada, 400 ming bu yoqdan, to'g'rimi? Aniqmi? Ha, tinda. Mana ko'ryapsizmi? Kim mana hozir bunday o'ylab qarang, 1 million so'mdan desangiz ham bu degani oyga 30 million degan har kuni bozor bo'ladimi shunday? Har kuni. Har kuni stabil. Har kuni kelasizmi, o'qishdan keyinmi? Ya, o'qimayman. O'qimayman, faqat bozor. Men bana bozor voy Azizbek, ko'ryapsizmi? Kuniga 900 ming so'm o'ylayapsizmi? Akalar, buni hech kim ebra olmaydi bu 30 million bu degani 2,5 ming dollar degan. Lekin mana okamiz o'ylayapsizmi? Gapiring. Ko'rsat. Aka, so'raydi. Orzumi tushmadi so'raydi. Ya, lekin men qo'shilishim nima qilishim kerak bu yerga? Men shu yerda DJni qilishim. Shu bolada so'ramay kim Bo'ldi, chotki akalar. To'g'risizmi? Nima? Ha, toza joy. Toza joy, baliqlarni tozalashadi. Bo'ldi, akalar, endi baliq tozalash jarayoniga o'tamiz. Qani ukam, bitta mahoratingni ko'rsat. Hamma maqtadi seni. Chempion nomeradin deb. O'ylayapsizlarmi? Kuniga 3 tonna baliq tozalash bu o'zi emas menimcha. Nomeradini mana. 5 yildan beri shu yerda yuradi. 5 yil. O'zi necha yosh? 15 yosh bo'ladimi? 15 yoshida. 10 yoshidan beri tozalayotganda. Ukam qanchadan beri tozalaysan?
5 yil atrofi, necha pul topasan kuniga? 300 ming, 400 ming so'm. Baliq tozalab 300 ming. Bu oyiga 9 million so'm bo'ladi degan okalar. Lekin joyga 20 ming so'm arendasi ham bor ekan. Kuni 20 ming berib, xaridorlar baliq olganda borib, balig'ingizni tozalab beraman. Aktiv gumbiladi. Okalar ko'rdinglar, masjidda baliq tozalab 300-400 ming. Qarajin joyda aka. Ha. Bo'l, ikki xil joyi bor ekan, o'zi bitta toza. Okalar, rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Bolalar Norbek Taysonning o'sha yerda Norbek. Norbek Nortoymi? Nortoy. Tiqildi-ku, men shuni olib qo'y. Mana hatto mushukchalar. Kiysa. Okalar, mana. Nobodo 266 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lab chiqazib yuboramiz. Kiysa mana. O'zi baliq tiqotgan ekan, mayli yoqimli ishtaqa. Ketdik. Okalar, menimcha reportaj shu yerda to'xtatamiz. Siz like bosing, komment yozing, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi bozor qat bo'lishini siz o'zingiz belgilaysiz. Biz sizdan komment kutamiz. Bu video rostdan aytganimdek tekinga ko'rmadingiz. Eng zo'r komment yozing, sizning kartingizga 50 ming so'm shundoq haydab yuboraman. Hammaga xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizdan like, komment, bizdan kontent.